Tushda ishga kirishning ta'birlari. Tushda ishga kirish odatda ijobiy ma'noga ega bo'lib, yangi imkoniyatlar, muvaffaqiyat va hayotda o'zgarishlar belgisi sifatida talqin qilinadi. Tushda yangi ishga qabul qilinganingizni ko'rsangiz, maqsadlaringizga erishish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'lishini anglatadi. Tushda ishga kirib xursand bo'lsangiz, quvonchli xabar, daromadning oshishi yoki orzularingizning amalga oshishiga ishora qilishi mumkin. Tushda nufuzli yoki yaxshi lavozimga ishga kirgan bo'lsangiz, obro'-e'tibor va martabaning oshishini bildiradi. Tushda ishga kirib, lekin o'zingizni noqulay his etayotganingizni ko'rsangiz, oldingizda mas'uliyatli vazifalar yoki sinovlar bo'lishi mumkinligini anglatadi. Tushda ish qidirib yurib, oxirida ish topsangiz, uzoq kutilgan natija yoki muammoning yechimini topishga dalolat qiladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.